Mayli, bugun O'zbekiston futboli haqida suhbat ko'ramiz. Milliy terma jamoamizdan boshlaymiz. Kechagi o'yinni ko'rdinglar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shunchaki respekt jamoaga. Mana endi sekin-sekin Karnavalda imzosi ham bilinyapti. Kecha 3 ta yangi himoyachi bilan o'ynadi. O'zgartirish yaxshi. Bu taktikani oldin kim qo'llagan desanglar, Alberto Zakironi qo'llagan. Alberto Zakironining uslubida o'ynayapti. Yomon emas jamoa, kecha yaxshi o'ynadi. Ba'zida himoyalanishda ozgina palaparchiliklar bor. Bu ham o'rniga tushib ketadi. Hali jahon chempionatigacha ozgina vaqtimiz bor, sekin tiklanamiz. Dramadan yana bir ikkita o'yinchilar chiqib olsa, yana ham zo'r. Alijonov o'rnida zo'r o'ynadi. Oston O'runov zo'r o'ynadi. Yaxshi, qarshi hujumlarda taktikalar, pas berishlar yaxshi. Qisqa pas ham o'ynadi, uzun pas ham o'ynashdi. To'pni aniqlik tashlab berish bo'yicha ham yaxshi lekin. Bitta o'yinchi sal ko'rinmayroq o'ynadi, bilgan bo'lsangiz. G'aniyev. Azbi G'aniyev. Ko'rinmadi uncha. Iskandarov tushmadimi? Yo'q, Jamshid Iskandarovlar o'ynadi. Sergeyev. Sergeyev ham chaqirmadi. Yaxshi jamoa. Urunboyev. Hamdam chaqirdi. Aliqulov o'ynadi himoyada, yaxshi o'ynadi lekin. Shunaqa 18-kuni jamoamiz Eron qarshi o'ynaydi. Og'ir o'yin bo'ladi lekin. O'tda Kapa turnirida bo'lgan singari og'ir o'yin bo'ladi. Bugun shuningdek 17 yoshli bolalarimizdan Xorvatiyaga qarshi o'yinni 15:09 ga kechki soat o'yinda ko'rishinglar tavsiya qilaman. Shunchaki terma komandamizga, kattalarga ham, yosh bolalarimizga ham respekt deyman. Kelinglar.